Endi asosiy savolimizga kelsak. Internetda ko'ramiz, rasmlarda ko'rganmiz, Jahongir aka Ortiqxo'jayev qo'llarida hech ham Artel telefon ko'rmaganmiz. Sizchi, o'zingiz Cornet bilan Spectra'ni sotasiz, ishlab chiqarasizlar, o'zingiz mashinangizga qo'ygan bo'larmidingiz? Qo'ygan bo'lardim. Qo'yib ham yuribman. Hozirda yuribsiz. Nima mashinaga? Gentraga. Qanchadan beri yuribsiz? Nima o'zi Gentraga to'g'riroq aytganda 2025-yil mart oyida qo'yilgan. Mana 1 yil bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshimi? 1 yil bo'ldi. Men endi ko'p yurayman. Uyga ishga. Misol qarindoshlarimizga tanish bilish qo'yib berganmiz. Yaxshi, xudo xolasa yaxshi. Qishlardan samigalarni yaxshi o'tdi. Yumshoqligi, komfortligi yaxshi. Demak, o'zingiz mahsulotingizni o'zingiz qabul qilasiz. Xudo xolasa endi unga erishguncha serosondan aqllar bunaqa qilib boshida chiqazganimiz uski fason chiqib qoldi. Unga keyin boshqatdan qolib yasatildi, shirokiyroq fason qilib. Endi ishda bo'ladi bunaqa narsa. Kamchiliklarni hammasini tuzatib bo'ldik, nasib bo'lsa. Ha. Kamchiliklari o'sha boshida bo'ldi, u etapdan o'tib oldi, xudo xolasa. Bu yog'i materiali serosi yaxshi. Misol oldin mana shu hozir mana shu Cornet mana 195 60 Gentra razmeri. Sal avvalroq chiqqanda birinchi ishlab chiqarganimiz, zakaz berganimiz, keyin qolipni o'zgartirganmiz, kvadratroq qilganmiz. Endi avvalgi deganda qanaqa tushuncha bo'ladi? Mana bu misol, mana bu balon mana. O'zi bilinadi o'zi, ko'ryapsizmi? Mana avvalroq cheti dumaloqroq. Mana cheti millimetr pastroq bo'ladi. Mana o'rtaniki misol standart 7.6 bo'lsa, buniki ham 7.6, bu cheti ham 7.6 da, buniki misol 7 bo'lishi mumkin hozir. O'lchamda o'lchansa barcha tish past. Avvalgi o'shani hisobiga bu ham boshida shunaqa edi. Ko'pchilik boshida qo'ydida o'zimizga ma'qul kelmadi, keyin boshqa qolib yasatdi. Mana shunday. Endi izlanish qilib ishlandi. Buni qarang-da, ko'pchilik aytadi, agar tishi deydi juda yuqori chiqqan bo'lsa, mashina jo'stki bo'lib qoladi deydi. Cornet bilan Spectra'da e'tibor berdik, tishlari juda nima deydi? Объемli chuqur demoqchisiz, to'g'rimi? Bu mashina jo'stki qilib qo'ymaydi. Yo'q, mashina jo'stki qilib qo'ymaydi. Neki bu yerda material sostavi bor-da, baribir. Kauchuk bo'ladi, rezina bo'ladi, misol. O'zining qo'shimcha materiallari bo'ladi. O'sha mягкий ishlangan bular. Tishi chuqur bo'lsa ham balonni o'zi yumshoq ishlangan. Bir xil balonlar, mana protektorlar bor. Hozir katta razmerda, bu tishi qattiq, tishi chuqur bo'lgan bilan. Unda ushaganda o'zi ma'lum. Buni ushaganingizda o'zi rezina. Misol kiyimga o'xshagan narsa-da, hibbi kiyim bilan sintetik farqi bor, o'zimiz kiyib yurgan kiyim. Misol hibbi kiysangiz yozda isitib yormaydi, qishda sovqatmaydi. Bu ham xuddi shunaqa, qishda qotmaydi, yozda bir xil balonlar yozda tez yetilib ketadi. Bu bunaqa emas-da. 100 minggacha garantiyamiz deydi. 80 ming, 100 ming yuradigan balonlar. Endi avvalambor shofirga bog'liq bo'lib qoladi. Misol razvalga pedagog qilmasa, uni foydasi yo'q. $100 dan balon olsa ham oldi orqa vaqtida davlatga qaramaysa, u foydasi yo'q. Yurmaydi. Men yani o'sha Michelin manman degan Michelinni olsa ham, misol $130-120 dan shofir yaxshi bo'lmasa, u baribir xizmat qilmaydi. Shofirga ham e'tibor kerak.